Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nur Mehmet. Yaqin eng ko'p anglatgan bir tema u bo'lsin virus, koronavirusi. Aslida bu videoni xalqimizning koronavirusga bo'lgan tunishini oshirish uchun tayyorlagan edik. Lekin materialni to'plash, tayyorlash, ratlash, yozish jarayonida biz shuni esqilibki, nihoyatda ko'p mazmunlarning bog'lig'ini, ham bu mazmunlarni bir-birisiga zish munosabat ekanligini his qilib qoldik. Masalan, virus degan nima? Viruslar mikrobning farqi nima? Yana koronavirus degan bu ism qanday kelgan qatorliq bir muncha mazmunlarni ko'rdik. Shuningdek, biz bu mazmunlarni bir-birisiga bog'lab turib, ixcham, yig'inchoq, konkret qilib xalqqa tunishtirish uchun mazmun tayyorlaganda biroz jiq ketib qoldi. Shuningdek, balki bu videoni ichki qitimliqqa bilishimiz mumkin. Agar videoning oralig'ida tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'z qoldirsanglar, biz kelayotgan videoda sizlarga yaxshi tushuntirib berishga tirishamiz. Amsa bu qitimqi videomizda birinchi virusdan boshlaylik. Virus degan nima? Virus nihoyatda kichik bo'lgan bir xil modda. Modda desakmi, xato bo'lib qolishi mumkin. Virus jonliq bilan moddaning oralig'ida qolgan bir xil agent desak bo'ladi. Ham yuqumlish iqtidori ega bo'lgan bir agent. İngilizce tor bekatlarda, kitaplarda hammasida buni yuqumli agent deb tunishtirdi. Virus degan so'z inglizcha, latincha gapdan kelgan bo'lib, latincha zahar yoki bo'lmasa zaharlik suyuq degan ma'noga keldi. Virusni eng boshda 1898-yilda gollandiyalik olim Martinus payqagan bo'lib, uningdan tortib hozirga chiqqan bu 122 jarayonda jami 5000 turdan ortiq virus payqalgan. Virus boshqa jonliqlarga, hayvonlarga, odamlarga, o'simliklarga o'xshamaydigan yeri virusda hujayra qurilmasi yo'q. Virusning qurilmasi nihoyatda oddiy, u genni o'z ichiga olgan yadroliq kislota deb bir xil modda bor. Uning atrofini oqsildan qurshab turgan bir moddadan tuzilgan bo'lib, bu nihoyatda kichik deb o'ylasang bo'ldi. Endi bu yerda oqsil degan gap chiqib qoldi. Oqsilni hatto tushunib qolmanglar. Oqsil barcha narsalarni topa olamiz. Turmushimizda masalan bedanimizni topa olamiz, hayvonlar bedanini topa olamiz. Undan sirt dunyodagi barliq jonlilarning bedanida hujayra bo'ldi. Hujayraning ichida kulmonlagan oqsil bo'ldi. Har xil oqsillar har xil rollari bo'ladi. Masalan, ba'zi oqsillar hormon ishlab chiqadi, ba'zi oqsillar o'zlik modda qo'shadi. Shunga o'xshash virusning oqsil tuzilishi bor. Shunga oqsilni bir xatarlik narsa deb o'ylab qolmanglar. Balki bu oqsil to'g'riliq keyingi videolarda biroz tushuntirish berishimiz mumkin. Virusning hujayra qurilmasi bo'lmag'achqa, shunga virus o'z oldiga yashamaydi, ko'paymaydi, tarqalmaydi. Virus cho'qim bir qonunga badanga kirib turib shu yerda ko'payish kerak. Cho'qimdan bir narsada ichida yashash kerak. Yana bir masala, virus badanga kirgandan keyin cho'qim kasallik paydo qilishi noto'g'ri. Virus badanga kirgandan keyin agar shu badanniki immun kuchi nihoyat kuchli bo'lsa, masalan, yoshlar bo'lsa, chiniqqan kishilar bo'lsa, u virus kirmasdan shu virusni o'ldirib oladi. Ammo lekin ba'zi yosh cho'ng kishilar, 65 yoshdan cho'ng bo'lganlar, uzunning yoki kasali borlar, badanniki immun kuchi biroz to'van bo'ldi. Bunday kishilarda agar virus kirib qolsa, virus shu yerda joylashib oladi. Bedanning immun kuchi uni o'ldirmaydi. Eng oxirida shu organ yerlashgan organda virus nihoyatda ko'payib jiqlab shu organni benormal ishlaydigan yoki ishlamas qilib qo'ydi. Bu orqali badan kasal paydo bo'ldi. Bu biz normalda deyotgan yuqumli kasallikdir. Virus bilan mikrobning nima farqi bor? Biz odatda biroz kelib bizga virus bilan mikrobning farqini bilamsiz deb desa, biz cho'qim gangirab qolamiz, to'xtab qolamiz. Ey to'xta. İkisinin farkı yok, ikisi kasal paydo qildi, ikisi pek kichik deyishimiz mumkin. Asosiy farq bo'lmasligi mumkin, ammo ikisinin farqi bo'ldi. Biz avval ikisining o'xshash tarafini topib qilib, viruslar mikrob ikkisini ayt kichik ko'zimdan ko'ramaymiz yoki lo'paynik bilan ko'ramaymiz. Ammo undan sirda ikkisi kasallik paydo qiladi, yuqumlanadi, tarqaladi, qatorliqlar. Endi ikkisiniki farqi bo'ldi. İkisinin farqini biz asosli 4 jihatdan yig'inchoqlaymiz. Birinchisi cho'ngchilik jihatdan, İkincisi tüzüş kurulması cihetten, üçüncüsü yaşaş usulü cihetten, dördüncüsü onun kesinlik paydo qilish cihetten. Bu 4 cihetten seçilip baksak oldu. Viruslar mikrop ikisine ait kiçikdir, gözümüzden görememizdir. Ama virus mikroptan texim kiçik. Normal mikropniki 10'dan 1 yoki 100'dan 1 bo'lishi mumkin. Ko'pincha mikroplarniki diametri, ya'ni kengligi 1 mikrometr atrofida bo'ladi. Shunga biz uni ko'rish uchun tajribxonadagi mikroskopniki yordamidan ko'ramiz. Yan tarafda rasmni chiqarib qo'ydik, ko'rpasalar bo'ldi. Ham uni orqasidan mikrobniki mikroskop ostidagi ko'rinishini ko'ramiz. Endi virusga kelsak, virus texnik kichikdir. Virusniki diametri, ya'ni kengligi 20 nanometrdan 50 nanometrgacha bo'ldi. Bu nihoyatda bir kichik bir birlik.
Şunlaşqa virusni normal mikroskopda ko'ramaymiz, mikrobni mikroskopda ko'ramaymiz. Faqat ba'zi shu cho'ng tajribaxonalardagi elektronlik mikroskopda ko'ramiz. Yandagi rasmda cho'ng bir tajribaxonadagi elektronlik mikroskopi ham uningki ostida ko'ringan virusning ko'rinishi bor. Shuni ko'rib baxsana bo'ldi. Virusni mikrobni cho'ng kichikdab baxtib, balki qalingizda uni yaxshi bir jonlantiramisangiz, simda o'ylab baxsan bo'ldi. Mikrobni 5 qavatli bino deb o'ylang. Siz turadigan bino 5 qavatli bo'lib qolsa, 5 qavatli bino deb o'ylang. Virusni sizga o'xshatmaydi hamda uni. Virusni ash binoni oldida kichik bir odam o'xshatsin bo'ldi. Shunchalik bir farqi bo'ldi. Endi ikkinchi jihatdan mikroblar virusniki tuzilish qurilmasi jihatdan so'rab etsak, mikrobniki hüceyrisi bo'ldi, hüceyra posti bo'ldi. Hüceyra posti bo'lgandan ichida hüceyra suyuqligi bo'ldi, ham hüceyra organlar bo'ldi. Shuningdek virus mikrobni siz bir jonliq deb o'ylasan bo'ldi. U xuddi odam o'xshash, hayvonlarga o'xshash bir muvofiq bir sharoit bo'lsa, shu yerda yashab ko'payadi. O'z oldiga ko'payadi. Onun uchun bir qonalg'i badan kerak bo'lmaydi. Bir cho'qim bir odam badan kirishi natayin, yoki bir hayvonniki bir jonliq badan kirmasin bo'ldi, normal yashab ketadi. Ama virüsü kelsak, virüsün hücre şekli yok, hücresi yok. Şunlaşqana hücre postu yok, hücre organları yok. Virüs çoqum bir qonalg'i badanga kirib, shu yerda joylashib, shu yerda ko'payib qilish kerak. Agar uning bir qonalg'i badan bo'lmasa, virus hargizmi o'z oldiga yashamaydi. Virusniki yana bir kichik bir alohidaligi bor. Virus bu jonliqqa qonalg'i badan kirgandan keyin shu yerdagi hücrenin içine kirib, sınıp kirib, shu yerdagi oqsillarni buzadi, ham o'zini aşağıya kirgizib oladi, aşağıdan asta-asta o'zini tahlil qilib ko'paytiradi. Bu tahlil qilib ko'paytirish virusniki eng muhim bir alohidaligi. Nima uchun muhim desangiz, biz ba'zida kompyuterimiz yoki bo'lmasa telefonimiz ichida virus bo'lib qoldi, shunda telefonim astlab ketdi, kompyuterim astlab ketdi deymiz-ku. Bu kompyuterning ichida, telefonning ichida biz degan bu oqsilliq virus emas, balki bir qancha harfdan tuzilgan yoki bir qancha qurur harfdan xatdan tuzilgan bir kod bor. Ular dal shu virusga o'xshash, bu badan kirgan virusga o'xshash, bu shu kompyuterdagi, telefondagi yumshoq detallarga singib kirib, ashlarni benormal ishdan olib qo'ydi. Ham o'zligidan o'zini ko'paytirib, telefoningizni yoki kompyuteringizni keraksiz uchurlar bilan to'ldirdi. Shu orqali telefoningiz aslab qardan chiqadi. Hamda bu ikkisiniki kasal paydo qilish shaklini ko'rib baqiling. Oldida bizda o'tgan cho'ng kichikligi, tuzish qurilmasi yoki bo'lmasa yashash usuli bizda ancha cho'ng munosabat bo'lmasmi, ularni biz qalbimizda tutamizakmi, ammo bu kasal paydo qilish shakli biz uchun bak muhim. Normal kishilar uchun muhim, doktorlar uchun muhim, siz uchun, men uchun muhim. Chunki bu bizning turmushimizdan ayrilmaydigan bir qismi. Mikrob bilan yuqumlansak qanday bo'ladi? Mikrob bilan yuqumlansak badanimizda qizitma bo'ldi. O'tira yoki bo'lmasa og'ir darajada qizitma bo'ldi. Masalan, qancha desangiz 38, 39, 40 hatto 41, 42 ga chiqqan ahvollar bo'ldi. Oq yoki sariq quyuq bo'lgan bo'ladi. Qattiq yo'tilish bo'ladi. Gelimiz ağrıydı, bedenimiz ağrıydı. Yine boynumuzdaki, koltuktaki şu bezle işiydi. Çünkü işittiğin sebebi bu bezler içinde bu mikropunu toplaydıgan hücreler var. Eğer terimizde yuqumluk qalsa, mikropla yuqumluk qalsa, aş terimizden şu etrafı qızırıp qaldı, hem ağrıq buldu. Hem de bu mikropdan yuqumluğa alametini dep çıktık. Bu alametler özlükiden saklayışı biraz tez. Onun çokum yallık qaytırgan doğrunu işilip durup davalanması ancha saqlab qolmaydi. Virus bilan yuqumlansa qanday bo'ladi? Virus bilan yuqumlansa, biz degan mikrobdan yuqumlangan o'xshash biroz alomatlar bo'ladi, biroz o'xshab qoldi, ammo yaxshi diqqat qilib baxsak, ularning orasida biroz farq bo'ldi. Masalan, virus bilan yuqumlansak badanda qizitma bo'ldi. Bu qizitma lekin bak yuqori ketmaydi. Balki 37 atrofida bo'lishi mumkin. Badanimiz shunda halsinib qoldi, muskullarimiz og'riydi. Yana o'xshash yo'tal bo'ldi. Yo'tal bilan birga biroz yeshilga o'xshab qolgan balg'am chiqishi mumkin. Gelimiz o'xshash og'riydi, lekin gelimizning og'riqi bu mikrobda yuqumlanganligidek bu oq mikrob bo'lmay, balki qizil bo'lib qoldi. Ondan keyin asta-asta ich surish bo'lib qoldi, qusish bo'lib qoldi. Bu virus yuqumlangandan keyin odatda bu hozir deb o'tgan alomatlar 14 kungacha bir bo'ldi, yoki bir qancha paydo bo'ldi badanimizda, lekin asta-asta bu 14 kunlik asta-asta yo'qolib ketadi. Chunki badanimizning immun kuchi asta-asta ishga kirib, bu viruslarni badandan chiqaradi yoki o'ltiradi, asta qilib badanimiz saqlaydi. Hech qanday dori ichmasakmi, faqat badanimiz normal immun kuchi bo'lsa, asta-asta saqlab ketadi. Endi ba'zi og'irlashib ketgan ahvollar bo'ladi, u degan ayrim masala.
Bundan sırt viruslar faqat mushu alomatlar bo'lamdi desang, yo'q, bundan boshqa alomat, boshqa kasalliklarni keltirib chiqargan viruslar, masalan, AIDS bor, yana jigar yallig'ini keltirib chiqqan kasalliklar bor. Undan sırt shu so'gal, jinsiy yuqumli kasalliklarni keltirib chiqargan har qaysi viruslar bor. Bularning o'xshamagan shikoyatlar, o'xshamagan alomatlar bo'lib qolishi mumkin. Endi yana bir cho'ng bir masala, kunlik turmushimizda ko'p ko'rilgan virusli kasalliklar qaysilar? Biz bu savolga 3 jihatdan javob beramiz. Birinchisi, tarixda, inson tarixida koronavirusdan boshqa xatarli yuqumli virus kasallik keng ko'lamda portlab qo'ygan desak bo'ladi. Masalan, burungi zamondagi chechak vabosi, chashqan vabosi va yaqinqi zamonda bo'layotgan Ebola virus vabosi qatorli yuqumli kasalliklar butun dunyo miqyosida ko'plagan kishilarning o'lishiga sababchi bo'lgan. Mushu vabo degan so'zmi odatda butun dunyo miqyosida keng ko'lamda tarqalib, ko'p odamlar o'lishiga sababchi bo'lgan yuqumli kasallikni vabo deb qo'yamiz. Tövəndə Dünya Sağlıq Təşkilatının bir torbikinin sahifəsini, adresini yazıb qoyduq. Bununda insan tarixi görülgən xətərli tarqılışan yuqumlu kasallik tizimliki var. Qiziqqanlar bolsa kirib baxsa oldu. Mən adresini ən astidagi boşluq yazıb qoyman. Bu vabalardan sırt, yana günlük turmuşumuzda daim anlap turulan ağır kasalliklarni keltirib chiqqan viruslar var. Məsələn, qaysilar var desin, abay bizdə ötən HIV var, o yəni AIDS virusu, AIDS'ni keltirib chiqardı. Ondan sırt yana HPV, HCV degan bu jigar yallig'ini keltirib chiqargan viruslar bor. Undan sırt boshqa qaysi bor? So'galni ham jinsiy yuqumli kasallikni keltirib chiqargan viruslar bor. Ularni HPV deb qo'yamiz. Inson papilloma virusi deb qo'yamiz. Lekin har bir viruslarning tiyida mavjud degan hamsi cho'ng turlar. Bundan ichida bir muncha kichik turlar bo'ldi. Masalan, shu inson papilloma virusining aslida 170 dan ortiq turi bo'ldi. O'xshamagan viruslar badan kirib, o'xshamagan shikoyatlarni, o'xshamagan alomatlarni keltirib chiqardi. Yuqori deyilgan bu vabodan boshqa, og'ir kasallikni keltirgan virusdan boshqa yana turmushda uchrab turadigan yilda bir chiqim bo'ladigan zukamlar, zukamli bir virusdan kelib chiqqan. Undan sir kichik vaqtda bo'lib qolgan suvchilikka qizil qatirlarning hammasi virusdan kelib chiqqan. Faqat bular hozir davolash texnikasining taraqqiy bo'lg'achqa, shunga qolaylam davolash qilib bo'ldi, ham oldin og'il bo'ldi. Shunga ba'zi kishilar hattoki bu zukamning virusi kelganini unutib qolgan bo'lishi mumkin. Virusning doğrusu bormi? Absınlar bir savol bo'lib qoldi bu. Hozircha virusning bir doğrusu chiqmadi. Biz odatda deb o'tgan bu kasallik alomatlari bo'lgan chog'da balkim yo mikrobdan yo bo'lmasa virusdan yuqumlangan bo'lishimiz mumkin. Doktorxona boramiz balkim. Doktorxona borsak, doktor bizni tekshirib qo'yib, yo qon tekshirib qo'yib yo bo'lmasa badminimizni tekshirgandan keyin bizga bir qancha dorilarni yozib berish mumkin. Bu dorilarni yesang saqlaysiz. Agar biz bu reseptni elib doktorxona borsak, u yerda balkim bu dorilar ichida bir antibiotik bir dori bergan bo'lsa, o antibiotikdan dori yana bizning uyg'urchamizdagi bu yallo qaytirish dorisi. Uni bergan bo'lsa, uni balkim doktor shu bemorniki badanida mikrob bo'lib qolibdi, mikrobni mash dori bilan o'ldirayli deb bergan bo'lishi mumkin. Ammo bu yallo qaytirgan dori odatda mikroblarga foydasi bo'ldi. Chunki mikrobning hujayra posti bor. Bu dorilarni yesangiz badan kirgandan keyin shu dori berib shu mikrobniki hujayra postini buzib tashlaydi. Aniki shu maqsad bilan mikrobni o'ldirayli bo'ldi. Ammo virusni o'ldiradigan bir dori chiqmadi. Chunki virusniki hujayrasi yo'q. U virus faqat bir oqsil modda, u bir hujayraning ichiga kirib, shu hujayraning ichida yetishlam qoldi. Shunga hozir bu g'arb meditsinasida shu hujayraga zaxm bermay turib, faqat shu virusni o'ldiradigan bir dori chiqib qolmadi. Hamda bu yerda shuni bir eskartib qo'yishim kerak. Mening kasbim g'arb meditsinasi. Men uzun yilning yoqi bu jiddiy qutilish ishildim. Bayağı deb o'tgan barliq mazmunlar hammasiga g'arb meditsinasi degan gapni qo'shib qo'yishga tirishdim. Endi g'arb meditsinasida haqiqatan bu virusga bir yaxshi bir dori chiqib qolmadi. Lekin bu g'arb tibbiyotdan boshqa yana bizniki ati bo'lmasdan miros qolgan bebaho go'har, ya'ni Uyg'ur tibbiyotim bor. Men endi Uyg'ur tibbiyotida virusga qarshi davolash prinsiplari yoki natijalar to'g'risida ancha ko'p bir izlanishim bo'lmag'achqa hozircha men bunga fikr beramayman. Ama bu cihatta her qaysi ilim əhlilləri bolsa fikir alıştırışqa her zaman tayyorman. Bugünkü leksiyani biz qisqacha qilib biraz virus tunishib chiqdik, ichida biraz mikrobni tunishib chiqdik. Endi Xudoyim bersa kelarki videoda bu hozir keng tarqalayotgan koronavirus to'g'ri biraz bilgi beramiz. Her qaysi ko'rmanlarga aslo foydasi tekan bo'lsa bizni xush bo'lamiz.
qimmatli tilab fikirlar bo'lsa, bizni aymag'aysizlar. Agar bu mazmun yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, bizga a'zo bo'ling, do'stlaringizni taqib qo'ying, torlarda hambaxlinib qo'ying. Hem bu videonun astida qaltis degan bu barmoq belgisi var. Ashuni besib qo'ying. Bularning hammasi bizni qo'llash bo'ldi. Hem agar bundan keyingi filmlarni chiqqanmalam xabardor bo'lay desangiz, qo'ng'iroqni besib qo'ysangiz, bu filmning astida qo'ng'iroq bashini besib qo'ysangiz, sizga birinchi uchur keldi. Kelartim ko'rishguncha salomat bo'linglar. Allohga omonat.